Kim yoshligida mana bunaqa markavchani nonni orasiga qo'yib yegan. O'sha paytlarni sog'ingan bo'lsanglar, bemalol Germaniyada Mix Marketga kelib olsanglar bo'ladi. Kapustalarni qaranglar mana. Yo'q, Germaniyada buratinaga nima deysizlar? Buratinaga mana. Bu kvasli nima deyapti? Bu kvasli narxi 1.65 euro ekan. Коровка pechenyani sog'inganlar bor. Buni qaranglar, коровка pechenya ham bor ekan. Mana bu ekranni kim sog'indi? Mana bu ekranni. Bu zati ham bor ekan-ku. Krabovый palichkalarni ham topsa bo'lar ekan, qaranglar. Buni ham Mix Marketdan bemalol topsanglar bo'ladi. Ayniqsa homiladorligi bemalol shu yerdan kelib olsanglar bo'lar ekan. Mana bu testoyi kim esladi buni? Ayniqsa mana bunisini biz rasam-asafga chayirdik. Bundan srochno olish kerak. O'zbekiston shunday esimga tushib ketyapti buni. Mana bunaqa shokoladlarni qaranglar buni. Alyonka bor ekan. Bu konfetni kim esladi? Ani ko'chada bozorchilarda sotadigan xolalar har doim qurtmisi ham chiqarmasa, pissin dachiga mana shunaqa konfet berilardi. Mana bu konfetga nima deysizlar? Barbaris. Namus supurgilarga nima deysizlar? Даже Mix Marketda supurgilarni ham topshirib olarkan. Bunaqasi aniq bo'lmagan. Valeriankadan tortib nashatirka spirtigacha bor ekan. Buni aniq bilaman. Siz ham Germaniyada Mix Marketga kelgansiz. Siz bu magazindan O'zbekistonda bor bo'lgan mahsulotlardan nimani topgansiz?